Ali aka, agar men aytgan narx qo'ysangiz uchib ketadi aka. Yunusobodliklarning eng sevimli novostroykasida 4-kvartal, Shohsaroy to'yxonaning yoni. $1000 berasizmi aka bir kvadratini? Aka, butun pantallarni yoqib qo'ydim. Mana kaliti. 1 soatda ishni bitirib beramiz. 1350 qilib beraman aka kvadrat metrni. Ya, sal kelishtiring, endi 1350 sal qimmatda aka bu. Katta kvadrat kim olsa o'ziga moslab, bu yoqqa qarab oladi. Ayni 1300 dan qilib beraman. Yana ozgina savdolashamiz. Joy men uchun. 1 kvadrat 1300 dan yana savdolashib kelishtirib berasiz aka. Tak, 6 etajli domimizni 4-etaji bo'lyapti. 95 kvadrat, oldidagi atmosferalarni ko'ryapsizlar. Xullas, Shohsaroy to'yxonaning yonginasidagi novostroykalar ichkaridan o'zim ko'rsatib beraman. Xo'sh, uyimizni o'zim ko'rsatib beradigan bo'lsam, kirishimiz bilan mana shunaqa katta xollni ko'ramiz. O'ng qo'lda ikkita alohida sanuzul joylashgan bo'ladi. Chap qo'lda bitta zal, mehmonxonaga rashyot qilingan, uni yonginasida kuxnyamizda joylashgan bo'ladi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin. Remontlar o'rtacha holatda. Bu xonamizda bitta yotoqxona qo'rsanglar bo'ladi, panoramli oynalar. Va bu taraf o'zida ham endi ozgina перепланировка qo'rsanglar, men bu o'zga bitta xona yasab olish mumkin. Bolalar yotoqxonasi qilib, bu bo'lsa 3-xonamiz bo'lyapti. Yana bitta yotoqxona. Xullas, razmerlarni, remontlarni o'zingizlar ko'ryapsizlar. Ko'rib turganinglardek 95 kvadratlik kvartiramizda umumiy narxi $123 500 bo'lyapti. 4-etaj liftlari bor. Pastdagilarning nomerini qoldiramiz.